Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Aile terbiyesi hakkındaki dersimiz Allah'ın muvaffak kılışı bilen devam kılavatıdır. Biz erlerinin ayollar üstüdeki hukukları üstüde toxtalavatdık. Erlerinin ayollar üstüdeki 7. hakkı erler tüşek çakırsa red kılmaslık. Er-ayollarchilik münasebetleri bu şer'i münasebet. Yani guvahçılarını hazır qilib qo'yib, ayolning valisining roziligini elib ve ayolning roziligini ham elib, mehr haqqlarini bekitib, o'qilgan nikoh bo'lsa, bu bir shar'iy qonunliq nikohda bu er-ayolning munosabati shar'iy qonunliq munosabatga aylandi. Shu kundan e'tiboran er-ayollarning haq huquqlari vujudga keladi. Mana shu haqlarning ichida agar er kishi ayol kishini to'shak chaqirsa, o'zirlik bo'lmagan ahvol ostida er kishining bu talabini rad qilmaslik ayolning ustiga majburiyat bo'lib chigildi. Ya'ni erning haqlaridan, huquqlaridan qatoridan. Buxoriy, Muslimda kelgan, azroq farq bilan kelgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "İza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Qachanikin er kishi ayolini ujursiz chaqirgan bo'lsa, ko'pisi chaqirgan bo'lsa, o ayol kishi uni rad qilgan bo'lsa va shu er kishi o ayoldan norozi bo'lgan, g'azablangan holatda yetib qolgan bo'lsa, hatto tong otgan qadar malaika farishtalar o ayolga la'nat o'qiydi degan. Yana ba'zi rivoyatda la'anathal malaikatu hatta tarji'. Hatta o ayol shu rad qilgan fikrdan yongan qadar malaika farishtalar la'nat o'qiydi degan. Ya'ni erning yeniga kelib shu talabini qondirgan qadar la'nat o'qiydi degan. Buxoriyda kelgan rivoyat bu. Bu mu erlarning ayollar ustidagi haq huquqlaridan birisi. Agar ayol kishida ba'zi shar'iy uzrlar tepilib qolsa, kasallikka o'xshash, hayzga o'xshash, nifosga o'xshash va yoki shu sababli ba'zi ig'irchiliklar ko'riladigan holatlar tepilib qolsa, nafsiy emas, shar'iy uzrlar tepilib qolsa, haraj yo'q. Rad qilsa haraj yo'q. Demek, mana bu hadisda erningki ayol ustidagi bu jihat huquqining ham qattiq ekanligi, ayol kishining erning bu talabini rad qilishining o'z eriga bo'lgan isyonning qatorida sanalganligi, buning qattiq cheklanganligi va shuna bilan birga malaika farishtalarning duosining qabul bo'lganligi yuqori hadisda ochiq chiqib turdi. Erlarning ayollar ustidagi 8-haqqi, 8-huquqi ayollarga adab berish. Padişahın puhralarına, xalifininki qo'lasidagi odamlarga, erlarning ayollarga, ota-onaning balaga, ustozning shogirdga, xo'jayinning quliga adab berish bu ularning haqqi. Shariat shunda bekitib bergan. Koinotni Alloh subhanahu va taolo tartibsiz tashlab qo'yishni xohlamagan. Koinotga uni yaratib, tartib tuzumlarni bekitib bergan. Biz ilgari qitimli suhbatlarimizda to'xtalgan edik. Alloh subhanahu va taolo butun koinotni yaratib, er-ayolni yaratib, tashlab qo'ymay, hatto oilaning bulon pushqoqlari qadar barliq tuzumlarni bekitib bergan dedik. Demak, mana bu tuzum bo'lgan ekan, boshliq bo'lgan ekan, uning jazo mukofotlari albatta bor. Xuddi Alloh taolaning jazo mukofotlari bo'lgan o'xshash. Shu vajidan oila boshlig'i bo'lgan erlarning ayollar ustidagi haqlaridan birisi ayol bolalarga adab berish. Bu yerdagi bizning temamiz ayollar haqida ketib qolganlikdan, erlarning ayollar ustidagi haq, huquqlar mazmunida ketib qolganlik uchun bu yerdagi adabni xos ayollarga qaratib so'zimizni oxirlashtiramiz. Ya'ni erlarning ayollarga adab berishi u erlarning haq huquqlarining qatoridir. Ayollar qachonikin erlarga isyon qilsa, ma'ruf ishlarda eriga itoatsizlik qilsa, talaga yasinib chiqib ketgan bo'lsa va yoki ba'zi bir axloqsizliklarga tushib qolgan bo'lsa, shuni muqaddimalari ko'rilgan bo'lsa, yoki gunoh ma'isati bilan, xatoliklar bilan, Alloh osiy bo'lgan nachar axloq, nachar ish-harakatlar bilan eriga isyon qilsa, qarshilik ko'rsatsa, o chog'da erning ayollarga adab berishi joiz bo'ladi. Chunki bu huquqni ana shu er-ayolni yaratgan, oilani ne'mat qilib bergan, uni tuzumsiz, sistemsiz tashlab qo'ymagan Alloh taolo bekitib bergan. Alloh taolo agar ayollar xatolashsa, bir qancha turlik adab yo'llarini bekitib bergan. Buni so'zlashdan burun biz Imom Abu Hanifaning qaysi o'rinlarda, qancha xil o'rinda erlarning ayollarni adab berishi joiz bo'lganligi haqidagi bayonini qistirib o'tib ketamiz.
Abu Hanife rahmetullahi aleyh 4 o'rinda erlarning ayollarga adab berishi, ya'ni urush bilan adab berishi joiz bo'ladi degan. Birinchisi, agar er kishi o'zi uchun ayolini yasinishni talab qilsa, mayli kiyim-kechak, zinnat buyumlari va g'irim qilish qaysi jihatdan bo'lsin, er kishi o'zi uchun ayolini yasinishni talab qilsa, iroda qilsa, agar ayol kishi yasinishni tark etgan bo'lsa, buning qarshi chiqqan bo'lsa, Abu Hanifa rahmetullahi alayhi deydi-ki, bu chog'da er kishi adablash yuzasidan usi bo'ladi degan. Ikkinchi joiz bo'ladigan yer, agar ayol kishi pok holatida bo'lsa, ya'ni hayzlar, nifoslar bo'lmasa va ilgari biz bayon qilgan bal shar'iy uzrlar tepilmay qolsa, agar er kishi ko'piga chaqirgan bo'lsa, hujrasiga chaqirgan bo'lsa, ayol kishi buni tark etgan bo'lsa ham usi joiz bo'ladi degan. Uchinchisi, namozni tark etgan bo'lsa, urusi joiz degan. To'rtinchisi, uydan iznisiz, erning ruxsatini olmay uydan sirtqa chiqib ketgan bo'lsa, usi joiz degan. Albatta bu urushning o'lchamlari bor, inshaalloh biz ele bayon qilamiz. Alloh taolo bekitib bermasa bu ishni erlar xohlagancha ayollarni uranmaydi albatta. Ham urush harom bo'ladi. Payg'ambar alayhisolamga qoldirmay Alloh subhanahu va taolo erlarning ayollarga adab berish yo'llarini ko'rsatgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi-ki, astag'firullah, oyatning 5-i ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa deb boshlangan. Temizga munosabatli yerin desak, vallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Mana bu oyatda Alloh taolo shunday deydi-ki, ayollarning sarkashlik qilishidan, isyon qilishidan, itoatsizlik qilishidan qo'rqsanglar, adabning birinchi yo'li fa'izuhunna, ularga vaz nasihat qilinglar. Peshva etishdan, qo'l jugatishdan ilgari ularga vaz nasihat qilinglar. Bu birinchi yo'li. Vaz nasihat kim ko'nmasa, uningga quloq vermasa, adab berishning ikkinchi yo'li wahjuruhunna fil madaji'. O ayollardan to'shak ayringlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham Hijriya kalendari bo'yicha 29 kun, ya'ni 1 oy to'shak ayirgan. Ayollari xafa qilib, payg'ambar vasallam 1 oy to'shak ayirgan. Bu ikkinchi adab berishning yo'li. Vaz nasihatmi foyda qilmadi? To'shak ayirishmi foyda qilmadi? Ayollar yana sarkashlikni davomlashtiraverdi. Itoatsizlikda izchil bo'laverdi. Mana bu chog'da 3-chi yo'lni ko'rsatib Alloh subhanahu va taolo shunday deydi-ki, "Vadribuhunna", bu ayollarni uringlar. Ama keyin davatı fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila. Agar o ayollar sizlarga itoat qilsa, ya'ni shu isyondan, itoatsizlikdan to'xtasa, ularga nisbatan haddini oshmanglar. Tajovuz qilmanglar, zulm qilmanglar. Innalloha kana aliyyan kabira. Agar shunday qilsanglar, Alloh taolo mana bu qilmishinglarni bilib turg'uvchi, sizlarni jazolash qodir bo'lgan, oliy, ustun va katta zotdir deydi. Demak, adab berishninki 3 xil yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Birinchi, eng siliq, qulay va ta'sirlik yo'li bo'lgan vaz nasihat qilish, tarbiya qilish. Buning uchun erlar ilmli bo'lish kerak. Turmushga aloqador bo'libmi, ayollarni odillik bilan boshqarishga aloqador ilmlarni o'rganish kerak. Bo'lmasa vaz nasihatni qilolmaydi-da. Ikkinchisi, bu muqarrar kelmasa to'shaklarish, yo bir qancha kun, yo bir oy degandek. Uchinchisi, bu ishkilis qaror kelmagan ahvol ostida urush. Buning yo'li bor. Yo'lini inshaalloh o'zida o'tkazganda ele bayon qilamiz. Demek edep berishning yo'llarini Alloh bayon qilyapti. Amalimiz yo'q. G'arb dunyosi, Yevropaliklar din dushmanlari mana shu oyatni tutib olib, ham shu oyatdagi mana ayollarga urush bor, to'shak arish bor, bu ayollar qilingan zulm, erlarning bu ayollarga nisbatan tajovuzi deb turib musulmon oilaga hujum qilish ham kelib chiqyapti. Alloh taolaning hukmda eng odil zot ekanligini o insonlar bilmaydi. Arayni yaratgan Alloh taolo qanday tuzum bekitishni eng yaxshi bilguvchi zotdir. Endi urush masalasiga kelsak, buningda mutlaq yuziga urush cheklandi. Yuziga urush hatto ayol kishining emas, er kishining yuziga urishmi joiz emas, hayvonning yuziga urishmi joiz emas, bolaning yuziga urishmi joiz emas, xizmatchi xodimlarning, qul cho'rilarning yuziga urishmi joiz emas. Umumiy mahluqotlarning yuziga urish shariatimizda harom. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadisda shunday deydi-ki, "Iza daraba ahadukum falyattaqil wajha fid-dabba va fi ghayriha va fil mar'a wal walad wal xodim." Qachoniki sizlarning biringlar umoq cho'p qolsa, yuziga urishdan saqlansin. Dabba, hayvonlar, uyimizdagi biz foydalanayotgan chahar paylar, ot, eshak, o'chka, to'ga, qo'y, kala va hokazo. Mana bu hayvonlarning ham yuziga urishdan saqlansin. Va undan boshqa ayollarning yuziga urishdan ham saqlansin, bolaning yuziga urishdan ham saqlansin va xizmatchi xodimlarning yuziga urishdan ham saqlansin dedi.
Demak, yuziga urush har qanday mahluqqa joiz emas. Har qanday mahluqning yuziga urush shariatda harom. Chunki o yuz ilg'o insonga, hatto hayvonning ham obro'yini, jamolini, go'zalligini namoyon qiladigan muhim a'zosi. Musulmonlar arami o'zaro jidallashib qolgan vaqtida yuziga urishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam harom qilib ketgan. Muslimda kelgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu naql qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar biringlar o'zining qarindoshi bilan urushib qolsa, hargiz yuziga qachatlamasin, yuziga urmasin degan. Hatta rahmat payg'ambar bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam dushmanimizning yuziga urishdan ham cheklagan. Buxoriy Muslimda kelgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu naql qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "İza qatala ahadukum falyajtanibil vajh." Agar qachoniki sizlarning biringlar urushsa, yuziga urishdan saqlansin dedi. Ya'ni dushmanimizning yuziga urish ham bu cheklangan. Qital, urush, bo'yindan kesish, kallasini elish va yoki yuziga urishni nishon qilmay turib, boshqa qismlarini zaxmlantirish, shu orqali dushmanimizningki qarshilik ko'rsatish iqtidorini yo'q qilish, bu albatta shariatda joiz. Lekin imkon bor yuziga urishdan saqlanish lozim. Demak, bunda bo'lgan ekan, ayollar sarkashlik qilgan vaqtida, itoatsizlik qilgan vaqtida erlarning ularning yuziga urishi bu texmo bitariq ala joiz emas, qat'iy harom amallarning qatoridir. Endi mushaq kelgan oyat va hadislarning shariylari qaragan bo'lsak va yuqorqi oyatning davomida ham fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila. Agar ular itoat qilsa, ularga nisbatan haddi oshmanglar deganlarida ayol kishi ulg'ov vaqtida, ya'ni avval vaznasiyat qilib, uning ko'nmisi tushak arib, uning ko'nmisi yuzidan boshqa yerga ulg'ov vaqtida hayba qilish yuzidan, qo'lni egiz ko'tarib bosh urish, ovoz bekrak chiqadigan, lekin sunmaydigan, ko'kaymaydigan, shishib ketmaydigan yerlarga urish degan bir ma'nolar chiqib. Maqsad bu yerda shu sarkashlik, shu itoatsizlikdan to'xtatish. Buni da haddan oshirib o'tish, zulm qilish bu qat'iy cheklangan amal. Hatto shundaq narsalar shohid